Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari. Sizlarga bugun yangi kelgan modellarimiz obzorini qilib beramiz. Arzon telefonlardan kelgan, knopkali variantlarimiz, sensorlarimizdan kelgan, игровой telefonlarimizdan yangi variantlardan kelgan. Hozir sizlarga bitta obzor qilib beramiz. Xo'p, birinchi modelimiz Honor Choice T10 modeli bo'ladi. Buni ko'rsanglar bo'ladi, ko'rinishlari xuddi shunaqa bo'ladi ko'rinishlari. Buni funksiyalari keladigan 6-7 dyuymli bo'ladi. Batareyalar ham 5000 amperlik bo'ladi. Pullari arzonroq chiqqan telefonlardan biri hisoblanadi. Dizaynlarini ko'rsanglar ancha zo'r, hamyonbop, o'rta segmentdagi zo'r telefonlardan biri hisoblanadi. Keyingi modelimiz xuddi shunaqa Nubiadan Neo 3.5G modeli bo'ladi. Buni bemalol ko'rsanglar bo'ladi, ishlashlari vaqti zo'r. Ko'rinishlarini sizlarga ko'rsataman. Ko'rinishlarini ko'rsanglar mana shunaqangi chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Bu чисто игровой telefon hisoblanadi. Ko'rinishlarini ko'rsanglar bo'ladi. Buni antennasi sensirlari kuchli zo'r bo'lgan buni. Hop. Ya'ni imенно qo'shimcha narsalarga keladigan bo'lsak, mana bu yerda yozilgan hamma narsalari, prosessorlari, displeylari 608 bo'ladi, Hz 120 Hz bo'ladi ekran chastotasi. Hop, 6000 mAhlik batareya bilan bu jihozlangan bo'ladi. Hamma narsalari bor, sun'iy intellektlari bor, yangi avlod. Ko'rinishini ko'rsatib bo'ladi. Ancha zo'r, o'ynagan ham ancha udobli hisoblanadi. Keyingi modelimiz Novedan Senat modeli hisoblanadi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Buni o'zgacha rangidan kelgan, blue rangidan kelgan Senat. Endi hamma biladi bu telefonni qanaqaligini. Ishlashlari zo'r, 1 yil garantiyali bo'ladi. Ofitsialniy. Xuddi shunaqa GSM bilan qo'llab-quvvatlaydigan bo'ladi. Buni ham ancha sifati yaxshi. Keyingi modelimiz Novedan SE modelini shunaqangi bardoviy sveti bo'ladi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Svetlari yaxshi cho'tki chiqqan bardoviy, ishlashlari zo'r. Qotmay ishlaydigan telefonlardan eng yaxshi hisoblanadi. Noveda SE modeli, ekranlari ham juda tiniq ishlangan. Buni boshqacha modellarni obzor qildik. Bu shunaqangi chiroyli bardoviy rang hisoblanadi. Keyingi modelimiz shunaqangi 14 Pro modeli bo'ladi. Buni sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Ichidan shunaqangi sim karta qo'yadigan adapterlari chiqadi. Telefonimizning ko'rinishi xuddi shunaqa rangda bo'ladi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu sensor deb o'ylamanglar, knopka telefon bu. Keyingi modelimiz Noveda 350 modeli bo'ladi. Bu ham shunaqa bardoviy, chiroyli svetda chiqqan bo'ladi. Buni ham ishlashlari zo'r, yangicha modellarimizdan. Xudo xolasa yana boshqa modellarimiz ham keladi. Kimga telefonda shunaqangi ko'p assortiment yo yangicha variantlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Manzilimiz Abu Sahiy G123 do'kon.